Mixail Lermontov – zamonamiz qahramoni. Mixail Yuryevich Lermontov jahon adabiyotining eng noyob estedodlaridan biri hisoblanadi. U ulug' Pushkin ijodiga havas bilan qarab, rus she'riyatini yangiladi. Bor yo'g'i 27 yil umr ko'rgan bo'lsa ham, adabiyotga daxldor daho san'atkorga aylandi. Uning nasriy asarlari ham, ayniqsa Zamonamiz qahramoni romani rus nasrini yuksak pog'onasiga olib chiqdi. Muhimi shundaki, Lermontov ijodi Chor Rossiyaning mustamlakachilik siyosatiga berilgan qaqshatqich zarba bo'lishi barobarida mazlum xalqlarni qo'llab-quvvatlovchi o'chmas erk qo'shig'iga aylandi. Ushbu kitobni o'qib chiqsangiz, bunga o'zingiz ham ishonch hosil qilasiz. Asar markazida Pechorin turadi. Pechorinni esa Bella Maksimovich singari atrof muhit va jamiyat unchalik ta'sir o'tkazmagan oddiy va tabiiy shaxslar o'rab turadi. Pechorin ulardan aslzoda, nasabi, tarbiyasi va shaxsiy ulug'vorligi bilan yuqori turadi. Vaqti bilan Pechorin ularga yaqinlashadi, lekin ba'zida ularga nisbatan qattiqqo'llik ham qiladi. Asarda biz Pechorinni tushungan, shunga o'xshash ikkita obrazni ko'ramiz. Bular doktor Verner va Vera. Pechorin bu Lermontovning adabiyotidagi o'zining ikkinchi men degan shaxsiyatidir. Lermontov rus adabiyotida Pushkin asos solgan ortiqcha odamlar tipini mazkur obraz orqali yanada rivojlantirgan.